O'zbekistonda trenajyorli zal ochish normal biznes bo'lib qoldi. Ko'rib turgan hozir 10 ga 20 xonalarga Xitoydan emas, Xitoydan 40 ming, 45 ming dollarga emas, ya'ni o'zimizda Qalqon Sportda ishlab chiqaradigan trenajyorlarni o'ta arzon narxga ishoninglar, shok bo'lib qolasizlar. Mana shu zal ochinglar kelib qoladi, narx deyishsizlar, oxirida aytaman. Do'stlar, ko'rib turgan crossover trenajyorlar Xitoyda o'sha bir 1,5 ming dollar turadigan trenajyorni o'zimiz Xudo xohlasa akamizga juda ham chiroyli qilib lazerni qilib qo'lda emas. Biz ham o'sha 40 ming, 45 ming dollarga lazer olib kelganmiz. Usta akalarimiz o'zlari Xudo xohlasa o'zimizda ishlab chiqaryapti. Bu yog'ida 80 kilo, bu yog'ida ham 80 kilo toshlar bilan qilib berdik. Turnigi, burusi o'sha crossover nima vazifani bajarsa, bu ham bajaradi Xudo xohlasa. Bu yog'ida yelkaga ishlaydigan trenajyorimiz, buni yangilik qildik. Qalqon Sport yangilik bo'ldi. Buni ham 80 kilo toshi bo'ldi. Toshlariga ahamiyat beraylik. Toshlarini ham yangilik qildik. Buni listi kesdikda, list kesib turib 10 kilodan qilib har bittasini mana bunaqa qilib chiqdik. Bunda ham 80 kilo toshi bo'ldi. Bunda tepadan tortib ishlasanglar bo'ladi, o'tirib bu yoqdan tortib ishlasanglar bo'ladi, bitsepsga ishlasanglar bo'ladi o'tirib. Xullas, profilini 8 ga 6 qilib berdik do'stlar. Bunaqasi bo'lmagan. Oldin 4 ga 6 qilardik, endi zallarga, zal biznesini boshlaganimizdan beri 8 ga 6 qilib, baquvvat qilib 400-500 kilogacha zalni talabiga javob bersin deb mana shunaqa qilyapmiz. Ko'rib turishinglar mumkin, ushbu trenajyorimiz Xitoyda mashhur. O'sha trenajyorimiz ham bunday xullas polniy zal komplekt. Buni aksariyat uy sharoitiga, domlarga, o'shaligi sanatoriyalarga, ko'p joylarga biznesmen akalarimiz uylariga o'rnatib berdik. Bunda ham xudo xolasa do'stlar, mana hozir bunda 4 ga 6 profil bo'lgan. Biz buni ham 8 ga 6 qilamiz. Keyingi zal o'rnatadigan nimamizni ham 6 ga 8 bo'ladi xudo xolasa. Bundan ham baquvvatroq bo'ladi keyingi nimamizda. Ko'rishinglar mumkin, bu yoqda o'sha mashhur T8 bu yog'i T7 trenajyorimizni ham olib kelganmiz. Ko'ringlar, o'sha 1 2 3 4 bu yoqda mana 5-trenajyorimiz. Bu ham o'zimizda Qalqon Sportda, hammasi Qalqon Sportda ko'rsatayotganlarimda. O'zimizda ishlab chiqarilyapti. Buni ham o'tirib ko'rishinglar mumkin, naqib tortib ishlasanglar bo'ladi. Tosh og'irligi uchun ko'tarolmayman. Do'stlar, trenajyorli zalimizni eng ochadigan tomoni, hali akalarimiz o'ynaydi oldiki asosiy joyi storetga 3 ta storetga qo'yib berganmiz akamizga. Gantellarimizni mana podstavkalarga e'tibor beringlar. Spitsalniy Xitoydan chaqirtirgan qora rezinalarimiz. Ushbu qora rezinalarimiz qimmat bo'ladi-yu, lekin profillari o'zimizda ishlab chiqarilyapti. O'zimizda nima qilgani uchun o'zimiz juda ham chiroyli qilib yasadik. Gantellarigacha o'zimizda ishlab chiqariladi. Shuning uchun narxda oxirida aytaman, narx arzon bo'ladi deb bejizga aytmayapman. Bu yoqda o'sha 2 kilodan boshlanib 2 kilodan 40 kilogacha gantellar qilib berganmiz. Ofshi 1 tonna yu 766 kilogramm bo'lgan. Gantelni o'zi 2 kilodan o'sha 3 yub shunaqa bo'lgan. Xo'p, bu qoringa ishlaydigan trenajyorimiz. Ko'p zallarga, Toshkentdagi zallarga ham ko'pchilik shu akalarimiz telefon qilishdi, uni donaga ham yetkazib beryapmiz. Bu ko'rib turgan trenajyorlar asosiy erkak kishini gavdalik qilib ko'rsatadigan bu qismi, bu yelka qismi bo'ladi. Ya'ni o'sha yelka qismiga ishlashga trenajyorimiz. Eng qiziq, bu ham o'zimizda ishlab chiqarilyapti. Ilgarilar. O'shani hisobiga narx arzon. Buni ham o'sha yoniga toshlarni suqib, xudo xolasa ishlasanglar bo'laveradi. Bu ham profilini o'sha 8 ga 4 qilib, baquvvat qilib ishladik. Bu yoqda gidrosensiya, bu zavodskoy. Buni ham xudo xolasa zavodskoy olib oldik, razmerlarini oldik, chizmasini ham chizdik. Ya'ni keyingi zalimizni o'rnatganimizda xudo xolasa buni ham chiroyli qilib beradi. Bu yoqda lija. Lijani bilasizlar, bu mana bu mexanizmi kompyuterli bo'lgani uchun buni o'zimiz ishlab chiqarib bera olmaymiz. Faqatgina mana shu ikkita lija bilan, mana ikkita lija, ikkita velo trenajyorimiz Xitoydan kelgan. Mana shu ikkalasini Xitoydagiga qilib berdik. Xitoydan ham shu birinchi qo'ldan o'zimiz olib arzon narx qilib, akamizga yanada arzonroq bo'lsin qilib berdik. Keyin bu ham ikkita velik, ikkita lija, bitta mana bu trenajyor, silovoy trenajyorimiz Xitoyga. Qolgan zal bo'yicha hamma trenajyorlar albatta o'zimizga. Ko'rib turishinglar mumkin, bu yoqda jim trenajyorimiz. Jimni ham ko'pchilik biladi. Bu yoqda jimni 2 xil qilib berdik. Bu tomonida mana oyoqqa ishlasanglar bo'ladi. Yo'q, jim ko'tarsa 400-500 kilogacha ko'taradi, garantiyasi. Bu jimimiz bo'ladigan bo'lsa, bunda bo'lmaydi oyoqqa ishladigan. Ikkita jim, ikkita qoringa ishlaydigan trenajyorimiz bo'ldi va bu yoqda asosiy trenajyorimiz. O'zbekistonda ishlab chiqariladigan bego'y daroshkamiz, mexanichisi. Ko'rishinglar mumkin, xudo xolasa, deyarli hammasini gapirib bo'ldim. Mana shu ko'rib turgan mana shu 10 ga 20 ni dollar berishimiz общий holatda 134 million 770 ming so'mga tushdi. 134 million 770 ming so'm. Unaqa 30 ming 40 ming dollar emas. Bundan tashqari hozir ikkita trenajyorimiz ham shuni ichiga kirib ketadi. Bittasini hozir videosini qo'yib yuboramiz, mana chekkada chiqadi. Bego'y daroshkamiz. Elektronli. O'sha
11 million, 12 million turadigan bego'y дорожкani zavodga o'shani mabika qo'yib beramiz. И oyoqqa ishlaydigan trenajyorimiz ham bo'sh joyga qo'yib beramiz. Oyoqqa ishlaydiganimiz hayddan keyin hozir hayd bo'lib qolgani uchun ulgurmadik. Ikkita trenajyorimiz ham mana shu 134 million 770 ming so'mda ichiga kirib ketadi. Dastavka ustanovkalar vodiy bo'ylab besplatniy. Agar Toshkent, Voha bo'ladigan bo'lsa, o'zimizga aloqaga chiqsanglar, qo'shilsa 2 million qo'shiladi, bo'lmasa 3 million qo'shiladi Toshkent, Vohalariga. Lekin xudo xolasa mana shu narxga normalniy biznes qilsanglar bo'ladi. Xudo xolasa o'zimizga Qalqon Sportga aloqaga chiqinglar, ishinglar oson bitadi. Zaringlarni shunday razmerini tashlaysizlar, biz o'zimiz hisoblab qancha ketadi, nima ketadi hammasini o'zingizlarga xudo xolasa chiroyli qilib beramiz. Qalqon Sport bo'laveradi.